2025-yili litsenziyali umra safarlari narxlari qanaqa bo'lyapti? Centrum Holidays'ga kelganmiz. Hozir ichkariga kirib, Mohirbekni o'zidan batafsil ma'lumotlarni olamiz. Sizlar ungacha videoni o'tkazmasdan like bosib, kommentariyaga agar shu Centrum Holidays'dan umra safariga borgan bo'lsangiz, to'g'risini yozib boring. Xizmatlari qanaqa bo'ldi? Videoni kuzatib borganlarga ham qiziq bo'ladi. Mohirbek, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Xudoga shukr. Charchamayapsizmi aka? Xudoga shukr aka, charchamagan. Xo'p, Mohirbek, 2025-yili litsenziyali umra safarlari qancha bo'lyapti endi? Aka, bizniki birinchi o'rinda litsenziyali firmamiz. Biz aytib manzilimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasi 692-uyda video olyapmiz. Hamda litsenziya nomerimiz 014 raqamda. Xohlasa bizda to'lovlar usuli bank orqali bo'ladi. Hamda vodiydan bo'lsa kelishadi, kassalarimizga to'lov qilishadi. Xohlasa 14 kunlik umra safari bo'ladi, standart plus paket bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'lishadi. Madinada Gasnitsa oralig'imiz 100 metrdan 300 metrgacha, Makkada esa 1 kilometrdan 2,5 kilometrgacha. 24 soat avtobus qatnovlarimiz bor. Madinada esa 2 mahal o'zbek milliy taom, Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taom beriladi. Malakali libosimiz birga ketib, birga keladi. 14 kun davomida birga yuradi. Hamda Madina sayohati, Ravza, Qur'on bosmaxonasi, qolgan sayohatlar o'z ichiga oladi. Makka sayohatida umra, firma tomonidan Qizil dengiz hamda Toyif shahriga sayohatlarimizda 2 marta umra amal qilish nasib qiladi. Xohlasa shuna paket. Bizda faqat paketlarimiz standart plus paket bo'ladi. U standart bilan standart plus paketni nimasini jicha bo'lsa ham tushuntirib bering. Standart bilan standart paketda sayohatlarda farq qiladi xolos. Xohlasa qolgan hamma yo'llari bir xil bo'ladi aka. Kim u aytgan reyslar bular hammasi primoya? Bizda Primo Madina, Primo Jiddaga uchadi aka. Perisatkalar yo'q. Mehmonxona bilan nimani oraliq masofasini hozir aytib o'tganingiz o'sha aytilgan masofada bo'ladi. Aytilgan masofada bo'ladi. Endi biz 1 kilometrdan 1,5 kilometrga. Siz misol siz borsangiz 1 kilometrga tushishimiz. Men borsam 2 kilometrga tushishim. Lekin 24 soat avtobus qatnovlari mutlaqo bepul. 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 O'rtoqlar, kommentariyga yozib o'tketinglar agar o'sha Centrum Holidays'dan borgan bo'lsangiz umra safariga. Kommentariyaga yozinglar, to'g'risini yozinglar. O'sha qanaqa bo'ldi safarlar, qiynalmadilarmi, qiynaldilarmi, to'g'rimi? To'g'risini yozib o'tsalaring, o'shanga qarab ham odamlar hali o'ziga xulosa chiqaraveradi, to'g'rimi? Endi buni noyabr oyiga biletlarimiz aka, noyabr oyiga reyslarimiz aytib o'tamiz. Mana Farg'onadan 16-kuni Farg'ona Madina yo'nalishida va 17-kuni ham Farg'ona Madina yo'nalishida reyslarimiz bor. Bundan tashqari 22-kuni Farg'ona Madina yo'nalishida maxsus paket qilganmiz. Shaxsan o'zimiz ham birga ketamiz. Xohlasa birga ketmoqchi bo'lganlarga 23-24-kuni Farg'ona Madina yo'nalishida reyslarimiz bor aka. Bemalol aloqaga chiqishadi. Bundan tashqari Namangandan reyslarimiz bor. 14-kuni Namangan Jidda reysimiz bor. 21-kuni Namangan Jidda yo'nalishi hamda 24-kuni Namangan Jidda yo'nalishida reyslarimiz bor. Hamda yangilik qilib qo'yganmiz Namangan Madina yo'nalishida 27-kuni reysimiz bor. Tramvay Madinaga tushadi. Bundan tashqari Toshkentdan reyslarimiz bor. 15-kuni Toshkent Madina yo'nalishida, 22-kuni Toshkent Madina yo'nalishida reyslarimiz bor. Hamda 29-kuni Toshkent Madina yo'nalishida reyslarimiz bor. Endi bu narxlari qanaqa? Aka, xudo xolasa aytilgan maxsus paketimiz 22-kuni Farg'ona Madina yo'nalishida narxini $1065 qilib beramiz. Birga ketmoqchi bo'lganlar hamda bunda sayohat, ibodatlar ko'proq bo'ladi. Shuning uchun maxsus paket bo'ladi. Bundan tashqari bu standart plus paketimizda ketsa, hammasini standart qilib $1050 qilib berdik. $1050 aytilgan. Bu $1050da ichiga nimalar kiradi deyshadi aka. Bordi-keldi bilet, vizalari hamda Madinada, Makkada gasnitsalari, Madinada 2 mahal, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taom, hamda malakali 50 boshqa xizmatlari, hamda Madina sayohat, Makka sayohat ichiga oladi. Ketishayotganda so'mka nimcha bejik beriladi. Qaytishayotganda 5 litrli zamzam suv beriladi. Mana shu aytilgan narsalar hammasi shu narxning ichida bo'ladi. Endi boradigan odamdan nima talab qilinadi? Birinchi o'rinda boradigan odamlar Zagram pasporti bo'lsa bo'ldi aka. Zagram pasportini tashlab beradi. Xohlasa ofisimizga kelishadi, vodiydan bo'lsa
keyin bank orqali to'lov qilishadi aka. Ha, to'lovlar bank Ha, orqali. vodiydan o'zi kelishadi, kassalarimizga to'lov qilishadi aka. Polni O'zbekiston bo'yicha bemalol murojaat qilish mumkin. 12 ta viloyat qo'shni davlatlardan bemalol aloqaga chiqishadi, faqat hammaga bir xil narx. Hammaga bir xil narx. O'rtoqlar, mana o'zimga qiziqtirgan savollar berdim. Sizlarda ham qiziq savollar bo'lsa, bemalol pastda raqamlar qoldiraman. Aloqaga chiqishlaring mumkin. Sog' bo'linglar, o'zlaringni ehtiyot qilinglar.